Yangi chiqarayotgan Atacento traveslarimiz ham ancha ommalashib qoldi. Sizni sharofatingiz bilan. Yaxshi. Standart qonunlariga rioya qilinyaptimi? Ha, albatta rioya qilyapmiz. Juda yaxshi. Yuring. Muammolarimiz yo'qmi? Yo'q. Ishchilarimizning kayfiyati yaxshimi? Ishchilar biz bilan ishlayotgandan minnatdor, xursand. Ko'nglingizni xotirjam qiling, Bahodir aka. Bahodir aka 1 minut. Labbay. Gaplashib olsak bo'ladimi? Bo'ladi. Bular sizga faqat seximizni yaxshi tomonini ko'rsatishyapti. Haqiqiy muammoni sizga aytishmayapti. Nima muammo? Mana bu yerda ishchilar 2 oydan buyon oyligini ola olmayapti. Bizda ham bola chaqa bor, oila bor, och o'tirishibdi axir. Ertalab ishga kelamiz, kechqurun qaytamiz. Shu sizga yarashadimi, aka? Shu gap rostmi? Shu gap rostmi? Men oylikka qo'l qo'yib bergandim-ku. Pul qo'yib berdingiz shu. Chaynalma. Shu Abdullajon. Nima Abdulla? Abdullajon o'g'lingiz oluvdilar pullarni. Ishchilar haqqidanmi? Yo'q, 1-2 kunda qaytarsalar kerak. Top Abdullani. Bor. Xo'p. Mana shu zavodni halol mehnatim bilan, peshona terim bilan qurganman. Ada, qo'ysizchi, qattaga yo'q bir ish ekan. Arzimagan pul bo'lsa, berib yuboraman hozir o'sha pulni. Qaytaraman. Nimani berib yuborasan? Ishchilar oldida to'kilgan obro'yimni qaytarasanmi? Ha? Shuncha mehnatimni qaytarasanmi? Seni o'sha olgan pulingda nechta ishchini, bolasini rizqi bor. Sen rizqini qiyib, aysh-ishrat qilyapsanmi? Ularni nochor holatga tiqib qo'yib, mazza qilib yuribsanmi? Yaxshilab eshitib ol. Ulfating ola qarg'a bo'lsa, yemishing go'ng bo'ladi. Tushundingmi? Seni aybini bekitayotgan ikkita sherigingni oldi. Zavoddan yo'qol. Ko'zimga ko'rinma. Dada, iltimos haydamang. Yaxshi. Haydamayman. Unda ertadan sheriklaringni olib, oddiy sexda ishlaysan. Oddiy ishchi bo'lib ishlaysan. Eng qora ishda ishlaysan.